Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga 15 ot kuchlik tegishli motokultivatorimizni obzorini qo'yamiz. Bu 15 ot kuchli motokultivatorimizda frezerlari va ishlash prinsiplarini to'g'riroq chiroyli tushuntirib o'tamiz. Bu prinsip 5 litrlik baklardan jihozlangan bo'ladi. 8,5 kilovatga teng 190 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 5 qatordan 10 qator frezeri bo'ladi. Komplekt dastalarda 5 qator 10 qator frezer, 40 ta pichoqli katta va baquvvat ishlangan frezerlar bilan jihozlangan bo'ladi. Avtomat karobkalar ham 2,5 metr moy ketadi. Katta karobka, juda katta karobka qo'yilgan. 190 motor, ko'rib turganingizdek maslinli filtrlar bilan jihozlangan bo'ladi. Like, podpiskalarni bosib keladigan insonlarga ataka $460 qilib beryapmiz buni. $460 ekanlar, shuna bahaybat bo'lgan 15 talik motoblok olishingiz mumkin. $450 9 taligimiz, $460 nasibimiz bor. Akalar kelib xarid qilishingiz mumkin. Xohlagan turdan, xohlagan narxlarda bor. Texa disklarmi, boshqa xohlagan bazadan, xohlagan narxlarda bor. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaringiz sog' bo'lsin.